Ota-onalar va maktab bevosita aloqada bo'lishlari uchun har bir maktabda maxsus ota-onalar xonalari tashkil etilishi kerak. Ushbu qarorni O'sh shahar bilim berish boshqarmasi yetakchisi Gulayim Mashrapova qabul qilgan va atalgan qarorga muvofiq maktablarda ota-onalar xonalari ishga tushdi. Kunigacha shahardagi Rudaki nomli o'rta maktabdagi ota-onalar xonasini Gulayim Mashrapova o'zi ochib berdi. Gulayim Mashrapova o'quvchilarning bilim va tarbiyasida ota-onalarning o'rni muhim ekanligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, farzandining kelajagiga befarq bo'lmagan ota-ona maktabga keladi dedi. Bu bardıq mektepning direktorlari, muallimlarining emgegi. Buna men emgi uchun ko'ngil burdim Kulkar. Men жаңыдан keldim, bir jumadan keyin городтың немчесini keldim ama. Город немчесі начальнигі. Masalan qo'ydi, Gulayim Zarna, siz to'g'ri tushuningіз dedi. Республика бойынша ең начар O'sh shahri dedi. Так мне было обидно ондай. Hech qanday qana жоқ, бұл мәселеде ish жоqdi. Ана мен birinchi kollegiyada men direktorlarga ayттым. Men birinchiden rahmat degim kelбейт. Bularning mildeti. No rahmat aytsa talab qilsa ishlaydi ekan. Rudaki gimnaziya maktabi har yili ota-onalar anjumani o'tkazishni odat qilgan. Bugun ham anjumanda 500 ga yaqin ota-onalar ishtirok etishdi. Unda shahar bilim berish boshqarmasi yetakchisi, ota-onalar raisi, voyaga yetmagan bolalar bilan ishlash inspeksiyasi inspektori, hududiy kengash vakillari ishtirok etishdi. Maktabdagi bilim sifati va o'quvchilar orasidagi zo'ravonlik masalalari anjumanning asosi qilib olindi. Bular bilan yaxshiroq ishlayapmiz. Shuning natijasida yilgi birinchi choragimizda 30.5%, ya'ni 3,5% ga bilim sifatimiz ko'tarildi. Haqiqatan maktabimiz 2008-yildan beri gimnaziya sinflari tashkil etilgan. Maktabimizda 8 ta gimnaziya sinfi bor. Bunda to'garaklarimiz bor. To'garaklarimizda ham o'qituvchilar ish olib borishadi. Demak, bu yil noyabr oyida Qirg'iziston Ma'rif ministrligi tarafidan bizni maktabimizni gimnaziyaligini tekshirgani attestatsiya bo'ldi. Attestatsiyadan bolalarimizni bilimlarini tekshirishib turib, haqiqatda to'liq gimnaziya sinfi qilsak bo'lar ekan degan qaror beriladigan bo'ldi. Bu yanvar oyidan nima bo'ladi? Rudaki maktabi 1988-yilda ochilgan. O'shandan buyon uning binolari eskirdi. Shuningdek, maktab ochilganda dastlab 600 nafar o'quvchi bilim olar edi. Hozir esa 1000 dan ortiq o'quvchilar bor. Anjumanda so'zga chiqqan ota-onalar kengashi raisi Rashidxon Xadjayev bilim berish boshqarmasi yetakchisidan qo'shimcha bino masalasini yechib berishini so'radi. Biz ota-onalar bugun siz kelishingizni kutib, o'zimizni ichimizdagi, yuragimizdagi ancha gaplarimizni, problemalarimizni, yutuqlarimizni siz bilan bo'lishib, shahrimizdagi ma'rif sohalarida qanday ishlayib bo'layotganini bilish maqsadida shu yerga yig'ilib o'tiribmiz. Hozir mana Manzur Xonobeyimiz juda chiroyli yaxshi taqdirlarida aytib berib o'tdi. Reket albatta bir-biridan pul olishlar emas, bu reket boshi bir-biriga bo'lgan aloqada ham bo'lyapti. Oilaning tarbiyaviy funksiyasi yo'qligi, ota-onalarning berayotgan tarbiyasi sustligi tufayli o'spirinlar, asosan maktab o'quvchilari orasida ko'cha jinoyatchilari, ya'ni reketlik ommalashib ketgan. Buni maktab o'quvchilari o'spirinlar orasida o'z o'rnini topish deb tushunishadi. Bu haqda anjumanda so'z olgan voyaga yetmagan bolalar bilan ishlash inspektori Madina Madumarova o'z fikrlarini ota-onalarga bayon qildi. Xarakteristika berib ketadigan bo'lsam, shahar ichidagi maktablardan ichidan yaxshi maktab tarbiyasi bo'yicha yaxshi deb aytib keta olaman. Sebebi bizde ichki ishlar boshqarmalarida, bizning UVDda uchotda turgan ballar yo'q bu maktabda. Uchotda turganda только maktabdan o'zining ichindagi ichki qattovda turgan ballar. Maktab administratsiyasida bu jihatdan ayba yaxshi ishlarni olib boradi. Bunday jana ejik aytib ketganda o'zlerincha o'rtaga olib, сөйлөшүп degende andan ortiq balaning tarbiyasining buzilib ketbeshin oldin olganing natijasida bizde uchotda turgan ballar yo'q. Haqiqatan ham maktab o'quvchilari o'qituvchilardan, ota-onasidan va militsiyadan qo'rqishmaydi. Pul talab qilgan lideridan qo'rqishadi. Buning uchun ota-onalar bolalarni qattiq nazorat ostiga olishlari kerak. Birinchi sebepga qaraylik. Reketler jinoyatlarning ota-onalarining jazolanmasligidir. To'g'ri. Azotda bugungi kunda shunday bo'latat, кейбір reketlana emas, boshqa huquq buzuvchilik bo'lganda shu o'quvchilar bilan stalkиваться etamiz, uchastковыйларni chaqiramiz, militsiyaga beriladi. Shunday momentlar bo'lib,
mektab harakat qilib berib atadi, biroq o'shol bora turgan yerga borganda o'shol yerdan jazolanmay qolyapti-da. Ayni kunda Qirg'iziston Respublikasi bo'yicha 1,987,000 o'quvchi, O'sh shahrida esa 45,072 nafar o'quvchi bor. Lekin darsliklar yetishmasligi barcha maktablarda muammo. Mana hozir sizlar bilan shu Rudaki maktabidagi qanday o'quv tarbiyalik ishlardan yurib жатқандыгын, мектептин директорунун o'quv tarbiyalik ishlar bo'yicha o'rinbosarining, mekteптин директорунун, Jaşı жетпеген өспүрүмдөрдөн иштечи инспекторунун маалыматтарынан уктук. Мына мындайынча баарыбыз кабардар болдук. Эмне себептен шаардык башкармалык шаардын бардык мектептеринде мектеп, ата-эне, коомчулук же жамият деп ушундай конференцияларды өткөрүп жатат. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү күндө билим берүү bir ele mekteptin iş emes, koğumçuluktun iş ekendigin turmuş özü ayginelip tasdiqlap turат. Oşun üçün biz mına menin gelgenime jakында buyursa 3 ay bolup, şol 2 ay boldu bu konferensiyalardan baştalganına buyursa 24 günü şaардын eri mektebinin barlığında şunda konferensiyalar бүтөт. Көп mekteptin direktorlары менен Menin kabıldamamda bolğan muğalimler, ata-eneler menen söylöşkönümde men bir tiyanakka geldim de. Bunu urmattуу ata-eneler kapa bolgoňuzlar. Allah Taala barыбызды insan kılıp jaratat eken. Har birimizge arkanday akıl es beret, göz karaş beret, içki düýnö beret. Şu mektepke 1 yıldap, 2 yıldap gelmegen ata-eneler var eken. Kapa bolgoňuzlar. Aktivtüsü de var, passivtüsü de var. Anam oyladı oturup Atayın, eri sizlerden tilinizler menen garano. Bunda jalpak til menen söylöşelim, şu garano buyruk çıkardık atayın. Uşul şaardın bardıq mekteplerinde haftanın çarşamba günü ata-eneler günü deb jariyalansın. Anjuman davomida ko'rilgan masalalar bo'yicha qaror qabul qilindi. Unga ko'ra ota-onalar bilan ishlash, ota-onalar xonasida navbatchilik uyushtirish, o'quvchilar tarbiyasiga e'tibor berish kabilar asos qilib olindi. Reketlikten vaqtlarına jana o'quvchilar arasında huquq buzuvlarga yo'l qo'yibu uchun effektiv ish charalar ishlab chiqilsin. Anjuman so'ngida namunali oila, g'amxo'r ota-ona, jamoat ishlarida faol qatnashgan ona, maktab jonkuyari, bilimli bolalarning otasi kabi nominatsiyalar bo'yicha Qodirjon Xayrullayev, Baxtiyor Tishayev, Xulkaro Isamova, Shohista Japarova, Dilxumor Tojiboyeva, Suhbatullo Mirzayevlar maktabning faxriy yorlig'iga ega bo'lishdi. Nigora Qayumova, Umid Haydarov, Turon televideniyasi uchun O'sh shahridan.